Umurtqa arteriya sindromi, buni boshqacha aytganimizda bo'yin orqa simpatik nerv sindromi ham deyiladi. Barre-Levo bo'yin migren sindromi ham deyiladi. Umurtqa nervi sindromi ham deb ataladi. Bunda nimalar bo'ladi? Umurtqa arteriyasi umru osti arteriyasining tarmoqlari hisoblanadi. Aterosklerotik blyashkalar ko'pincha umurtqa arteriyasi ajraladigan joyda hosil bo'ladi. Bu okklyuziya yoki emboliyaga olib keladi. Umurtqa arteriyasining ekstrakranial qismi qon tomirlarining disseksiyasi, ya'ni tutilishi ham yoki o'rtachasiga расслоение joyi bo'lishi mumkin. Umurtqa qon tomirlari arteriyasining qisilishi bo'yin umurtqa pog'onasi spondilyozida yuzaga keladi. Spondilyoz va umurtqa arteriyasining qon aylanishi o'rtasida bog'liqlik kam uchraydi. Bosh miya qon aylanishi keskin buzilishi yoki noqulay pozitsiyada, ya'ni bo'yinni yongan birdaniga qarashi, uzoq noqulay turish natijasida bosh miya ustunida qon aylanish buzilishiga olib keladi. Bu umurtqa arteriyasining nerv uzullariga ta'sir qiladi. Natijada qon tomir spazmini keltirib chiqaradi. Boshning majburiy burish va noqulay holatda uzoq vaqt ushlab turishi umurtqa arteriyasining devorining laminatsiyasining buzilishiga, devorining tutilishiga olib keladi. E'tibor uchun rahmat.